Bu yil yangi yil juda qiziq bo'ladi. Chunki men sizga juda ham bir chiroyli fayzli xonadon yangi yil uchun topib qo'ydim. Hoji aka, kendimga bitta olib berasiz endi yo qizlarga, bolalarga olib bersangiz xursand bo'ladi. Yangi yilda maza qilib yangi xonadonni kutib olasizlar. Niyat qilganlar bitta like bosib qo'yinglar. Inshaalloh hammaga mana shunaqangi fayzli xonadon nasib qilsin. Bu uyimizda 75 kvadrat umumiy maydoni 3 xonadan iborat. Zalimizni ko'ryapsizlar, kattagina va orqasida 10 kvadratga yaqin balkonimiz ham bor aysizlar. Qarang, mana bu joyni yangi biz tayyor qo'yganmiz. Ana 2 qavatda xudo xolasa yangi yil oila davrasidan maza qilib, kofelar, choylar ichib, suhbatlashib o'tirasiz mana shu xonadonda. Ikkita sanuzul bor ekan. 3 xona 75 kvadratga ikkita sanuzul qilib qo'yishga qarang. Mana buni qarang endi. Qanaqa chiroyli, juda ham chiroylisan qilishgan. Dizayn uyimizga yanada ko'rk bag'ishlaydi. Qarang, oshxonamizda bu yerda o'tiradigan mana bu narsalarimiz hammasi sifatsiz qilingan. Mana bu joyga ham xolasangiz to'rttala o'tiradigan zona qilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda xolodilnigimizni, patologimizni balandligini ko'rayotgan bo'lsalaring, 3.30 dan balandroq patolog azizlar. Kelinglar. Hamma xonamiz alohida, oshxona ham alohida, oshxonadan lekin zalga kirasiz. Mana bu joyimiz nima deyapti? Detskiy xonamizni qarang, chiroyligini, ranglarini qarang, qanaqa zo'r qilib qo'yishgan. Bu rangda, bu xonadonni olmasalaring bo'lmaydi. Narxini eshitib точно shok bo'lasizlar. Shoshilib qolmasalaring bo'ldi. Qarang, endi mana bu joy nima deyapti endi? Nima deyapti qarang. Zal bilan spalniyni o'rtasidan bolalarsiz mana shundan kirib ketsa ham bo'ladi. Buni eng qiziq tomoni, xohlasangiz payti mana buni o'zini ham doq qilib ko'tarib ochib qo'ysangiz ham bo'ladi azizlar. Endi kelinglar bu joyni ko'rsataman. Mana kirish qismimizda mana shundan boshlandida oynali zona, mana tor burchak xona. Mana bu общий sanuzulimiz bo'ladi. Birinchi sanuzulimiz bo'ladi. Qarang, dush kabinka qilingan, kafellarga ham juda ham sifatli qilingan. Ranglari zo'r tanlangan. Endi bu esa katta spalni, shu master spalni, ota-onalar spalnisi deyiladi. Qarang, hamma narsa tayyor. Kartinkadan tortib konditsioner pastelgacha hammasi bor azizlar. Endi mana bu joyimizga e'tibor bersangiz, juda ham chiroyli qilishgan. Va o'zini bu yerda dushovoy ham bor, qarang. Kompaktni qilib shunaqangi joylashtirib qo'yishgan. Именно Hoji aka siz sevadigan xonadon, narxi ham siz sevadigan narxda. Bu uyimizning narxi $125,000 sunnatiga o'tib beradigan joyimiz bor. Lekin bu kompleksda ikkita kvartiramiz srochni sotilyapti. Agar sizga bitta joyda ikkita kvartira kerak bo'lsa, mana marhamat sizga zo'r variant. Hammalarni yaxshi ko'raman, jonlaringiz sog' bo'lsin. Bu xonadonimiz Parkinskining eng zo'r kompleksda joylashgan, urban stroyda joylashgan. Makro, stoyanka, hamma joyga udobni, har tomonlama zo'r. Gaz suv svetdan muammo yo'q, zakritsi dvor. Hammalarni yaxshi ko'raman. Bemalol aloqaga chiqinglar. Baraka qo'rmasimizdan sizga nasib qilib qoladi inshaalloh. Ko'rishganda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.